Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ya eyyuhan nasu ittaqu rabbakumul-lezî xalaqakum min nefsin vâhidetin ve خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. İnsanlar! Sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Odam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sili rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan sizlarni, ya'ni butun ahvolinglarni kuzatib turg'uchidir. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Yetimlerning mal mülkini, ular balağatga yetken çağda beringlar. Yaxşısını yamanğa, yani ularning mallarının yaxşısını, özünlarning mallarının yamınıga tegişip almanglar. Ularning mal mülkini, özünlarning mal mülkü qoşup yavalmanglar. Bu hakikaten çoğun günahdır. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Eğer yetim kızlarga öğlenip adil muamelede bulalmaslıklardan, yani terbiyanlarda birer yetim kız bulup onunla şu kızga beraber turduğun, kızga berildiğin mehrini berelmezlikinlardan koruksanlar, onu terik itip özanlar yaktırduğun başka ayallardan 2'ni, 3'ni ve 4'ni edişinlarga boludu. Eğer onlardan arasında adil bulalmaslıklardan koruksanlar, bir xotum bilen, yoki qo'lastinglardagi cho'rlar bilan kupoylansanlar mı boludu. Bir xotin bilan kupoylanish zulm qilmaslikqa eng yaqindir. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Ayollarga ularning mahrlarini xo'shallik bilan sovg'a qilib beringlar. Agar ular uningdan bir qismini sizlarga o'tinib bersa, uni mazzilik, singishlik, ya'ni pok, halol bilib yanglar. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Allah tirikçiliklarining asosi qilgan mollaringlarni ahmoqlarga tutqizib qo'ymanglar. Ularni yemek, içmek, kiyim-kechaklar bilan ta'minlanglar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Yetimlarni balog'atga yetgan qadar sinab turinglar. Ularda mollarini boshqara oladigan holatni bayqasanglar, ularga mol mulkini topshirib beringlar. Ularning cho'ng bo'lib qilishidan qo'rqib, mol mulkini buzib chechib yeb olmanglar. Yetimga vasi bo'lganlardan kimki boy ekan, vasi bo'lganlik haqqi uchun yetimning mol mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimki yo'qsul ekan, u o'z amgikining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Ular ya'ni balog'atga yetgan yetimlarning mol mulkini topshirib berdigan chaqda boshqalarni guvoh qilib qo'yinglar. Alloh hisob ilishga yetarlikdir. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Ota-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda, ya'ni meyitning tarakisida erlarning hassisi bor. Ota-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda ayollarning hassisi bor. Mayli u, ya'ni taraka oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, har odam Allohning odil shariatida belgilangan hassisini oladi. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Taqsimot vaqtida varis emas tuqqanlar, tuqqan emas yetimlar va miskinlar hozir bo'lsa, ularga buningdan, ya'ni tarikidan ularning ko'nglini ilish uchun bir oz narsa beringlar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Ya'ni bu kichiklarning mili bizning emas deganga o'xshash o'zlarini aytinglar. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kimlarki o'zlaridan qilib qoladigan kichik bolalari bo'lib, ulardan qandoq andish qiladigan bo'lsa, boshqalarning qilib qolgan kichik bolalari uchunmi shundoq andish qilsin. Yetimlarning ishida Allohdan qo'rqsin va to'g'ri so'zni aytsin. Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Zulm qilib yetimlarning mol mulkini da'oh yavoladiganlar shubhisizki qo'rsqiga qiyomat kuni yinib turadigan o'tni yavolgan bo'ladi. Ular yinib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kirdi. Yusikumullohu fi awladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
Allah balalaringlarga tegadigan miros haqida tavsiya qiladi-ki, bir erga 2 ayolning hassisi tegidi. Agar meyitning qizi 2 yoki 2 dan ko'p bo'lsa, u chaqda ularga mirosning 3 dan 2 hassisi tegidi. Agar varis bir qiz bo'ladigan bo'lsa, uningga mirosning yarmi tegidi. Agar meyitning bolalari bo'lsa, bu chaqda uning ota-onasining har biriga mirosning 6 dan 1 tegidi. Agar uning bolalari bo'lmay, mirosga faqat uning ota-onasi varislik qiladigan bo'lsa, bu chaqda uning ota-onasiga mirosning 3 dan 1 tegidi. Qolgani otasiga tegidi. Agar meyitning ota-onasidan boshqa yana qarindoshlari bo'lsa, onasiga mirosning 6 dan 1 tegidi. Qolganini otasi oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan va qarz to'lanib bo'lgandan keyin ilib beriladi. Ota-onanglar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysisining manfaat jihatdan o'zingizlarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Bular Alloh tarafidan bekitilgan belgilamidir. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan mirosning yarmi erlar sizlarga tegadi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ularga qoldirgan mirosning 4 dan 1 sizlarga tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki meyitning qarzi to'lanib bo'lgandan keyin ilib beriladi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lmasa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosning 4 dan 1 tegadi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lsa, bu chaqda ayolinglarga sizlar qoldirgan mirosdan 8 dan 1 tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin ilib beriladi. Agar miros qoldiruvchi ota-onasiz, bolasiz yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir qarindishi, ona bir hamsharisi bo'lsa, ularning har biriga mirosning 6 dan 1 tegadi. Agar miros qoldiruvchining, ya'ni miros qoldiruvchi meyitning ona bir, ota boshqa qarindoshlari va hamshirlari buningdan, ya'ni birdan ko'p bo'lsa, u chaqda mirosning 3 dan 1 ularning orasida o'rtaq taqsim qilinadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin ilib beriladi. Miros qoldiruvchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak. U Alloh tarafidan qilingan tavsiyadir. Alloh hammani bilguchidir, halimdir. Ya'ni amriga xiloflik qilguvchilarni jazolashga oldirib ketmaydi. Tilka hududulloh ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Ana shular, ya'ni Alloh bandalarning amal qilish uchun belgilab bergan yuqoridagi ahkomlar Allohning qonunidir. Kimki Allohga va uning payg'ambarlariga itoat qiladi ekan, Alloh uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U yerlarda mangu qoladi. Bu cho'ng muvaffaqiyat qozonishdir.
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Kimki Allahqa va payg'ambarga osiylik qilib Allah'ның qonunlarining sirtiga chiqib ketadigan, Allah uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlig'uchi azobga duchor bo'ladi. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Ayollarınlardan fahişe qilganlarni isbotlash uchun oranglardan 4 guvohchi keltiringlar. Agar ular guvohlik bersa, ya'ni ular guvohlik berib ayolning jinoyatini isbotlasa, toki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki Alloh ularga bir chiqish yo'li bergani qadar ularni uyda tutinglar. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Aranglarda 2 kishi, ya'ni er bilan ayol fahişe qilsa, ularni ayıplanglar. Agar ular tavba qilib tuzalsa, ularni kechiringlar. Allah tavbini bekmi qabul qilguchidir, to'limi mehribondir. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah qabul qilishni va'da qilgan tavba yomonlikni nodonlikdan qilib silib, ondan uzun qolmay, ya'ni o'lib ketishdan burun tavba qilganlarning tavbasidir. Allah ana shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Davamlıq yaman işlerini qilib beshiga o'lim kelgan chaqda amni tavba qildim deguvchilarning tavbasi va kofir peti o'lguchilarning tavbasi, ya'ni o'lim oldida iymon etdim deguvchilarning iymoni qabul qilinmaydi. Ani shularga qattiq azob tayyorladik. أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ey müminler, ayollarga zo'rlik qilib, ularni miros qilib olmoq, ya'ni bir odamning qo'lidan yana bir odamning qo'liga o'tib turadigan mol o'rinda qilib olmoq sizlarga durust bo'lmaydi. Ular o'p-o'choq bir fohisha ishini qilmagan holatda sizlar ularga bergan mahridan bir qismini yo'lib olish uchun ularga besim ishlatmanglar. Ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Agar ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilishi mumkin.
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Agar bir xotinni qo'yib etib, o'rniga yana bir xotinni olmoqchi bo'lsanglar, ularning biriga mahri qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytarib olmanglar. Uni ayolga qora choplab va ochiq zulm qilib olamsizlar. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. O'zaro xilvatda bo'lishgan tursanglar va ayollar sizlardan nikoh aqdidan iborat mustahkam aqda olgan tursa, uni qandoqmi qaytarib olasizlar? وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Atlaringlar olgan ayollarni olmanglar. Lekin buningda ilgari olgan bo'lsanglar, apu qilinadi. Bu haqiqatan yomon ishdir, o'ch ko'riladigan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat? حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshiralaringlarni, otanglarning hamshiralarini, onanglarning hamshiralarini, qeyrindoshlarning qizlarini, hamshiralaringlarning qizlarini, sut onalaringlarni, imildosh hamshiralaringlarni, qiyin onanglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa erdan bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarini ilish harom qilindi. Agar sizlar ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chaqda ularni olsanglar hech bak yo'qdir. Ya'ni o'z pushtonlardan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini ilishinglar va ikki hamshirini bir vaqtda amringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tgankilar, ya'ni jahiliyat davrida qilganinglar apu qilinadi. Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Erlik ayollarni ilishmi sizlarga harom qilindi. Faqat sizlarning boshqurishinglar ostidagi cho'rlar buningdan mustasno. Bu Allohning sizlarga farz qilgan hukmlaridir.
Bulardan, yani yuqoridagi ilish durust bo'lmaydigan ayollardan boshqalarini zinodan saqlanib, iffetlik bo'lguninglar alda mollaringlarni sarf qilib, yani mahrimni berib, nikohlab ilishinglar halol qilindi. Qaysiki ayollarni nikohlab ilib foydalansanglar, ularga nikoh vaqtida bekitilgan mahrilarini beringlar. Mahri bekitilgandan keyin o'zaro putishgan narsanglar to'g'risida, ya'ni ayolning roziligi bilan soqit qilingan mahri uchun sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sizlardan mo'min ayollarni ilishqa qurbi yetmaydiganlar qo'l ostidagi mo'min cho'rilardan olsin. Alloh iymoninglarni obdan biladi. Ya'ni ularning sirtqi ko'rinishiga qarab ileveringlar. Ichki ahvolni Allohga topshiringlar. Sizlar bir-biringlar bilan dindoshsizlar. Ularning xo'jalarining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa olsanglar bo'ladi. Ularga mahrilarini kemaytirib etmasdan va kechiktirib etmasdan beringlar. Lekin ular oshkora zina qilmaydigan, yo'shirin oshni tutmaydigan afifa bo'lishlari kerak. Agar ular erga tekkandan keyin fohisha qilsa, ularga hur ayollarga beriladigan jazoning yerimi berilishi kerak. Bu ya'ni cho'rilarni nikohlab ilish, oranglarda zinoga mubtalo bo'lib qilishdan qo'rqqan kishi uchundir. Savr qila olsanglar, sizlar uchun yaxshidir. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Allah sizlarga halol va haromga doir ahkomlarni bayon qilishni, sizlardan burunqilar, ya'ni payg'ambarlar va yaxshilarning yo'llariga sizlarni hidoyat qilishni, gunohinglardan qilgan tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Allah hammani, ya'ni bandalarning hamma ahvolini bilguchidir va hikmat bilan ish qilguchidir. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Bu Allohning rahmatining kengligini ko'rsatish uchun takrorlandi. Shahvatlarga ergishadiganlar, ya'ni shaytonga ergishadigan fojirlar to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah sizlarning yukinglarni yengiltishni, ya'ni shariat ahkomlarini sizlarga osonlashtirishni xohlaydi. Inson nafsi xohishiga xiloflik qilishdan ojiz yaratildi. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله
الله كان بكم رحيما. Ey müminler, bir-biringlarning mollarini o'g'irlik, xiyonat qilish, bulash, jazonixo'rlik, qimor o'ynash qatorliq nohaq yo'l bilan yavolmanglar. Ikki taraf rozi bo'lib qilishgan savdo setiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ltirmanglar. Alloh haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Kimki chekdan eshib va zulm qilib uni, ya'ni Alloh cheklagan ishlarni qiladigan, uni do'zaxga kirgizamiz. Bu Allohga osondir. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Agar sizlar ma'ni qilingan cho'ng gunohlardan saqlansanglar, karimimizga ilib, kichik gunohlaringlarni yo'q chiqaramiz va sizlarni isil makonga, ya'ni jannatga kirgizamiz. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Ey müminler, Allah sizlerdeki bir-biringlardan ortiq qilgan narsani hasad qilish yuzidan arzu qilmanglar. Erler qilgan amallardan hassador bo'ladi. Ayollarmi qilgan amallardan hassador bo'ladi. Allohdan uning fazlini tilanglar. Alloh beradi. Alloh haqiqatan hamma narsani bilguchidir. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Her bir adamның qaldırğan tərəqisi üçün varislar təyinlidir. Ular ata-onalar və yaqinlardır. Sizlər bilan özara yardım beriş və mirasxo'r bo'lishqa ahd və paymon qilishgan kishilarga ularning mirasdan hissini beringlar. Allah haqiqatan hamma narsani bayqab turuvchidir. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Erler ayallarının hamileridir. Bu Allah'ның ularının bəzisini bəzisindən, yəni ərlərini küş qüvvət, g'azotga chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir va erlarning o'z pul mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasiga yuklanganlikdandir. Yaxshi ayollar itoat qilguvchilardir. Erlari yinida bo'lmagan chaqlarda Allohning panohida erlarining haqlarini saqlovchilardir. Sizlar sarkashlik qilishlaridan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu unum bermisa bir to'shakda birga yotmanglar. Bu mu unum bermisa ularni adablash maqsadida ostroq uringlar. Agar sizlarga itoat qilsa, ularni bo'za qilish xiyolida bo'lmanglar. Alloh haqiqatan sizlardan ustundir, buyukdir. Alloh ayollarga zulm qilganni jazolaydi. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.
Agar xotin ikkalarning inoqsiz bo'lib qolishidan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini, xotinning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini avatinglar. Allah agar bu ikki kishini aplashtirishni xolisa, xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allah'a ibadet kılınlar. Onunla hiç nersini şerik keltirmenglar. Ata-ananglarga, xiş akrabalarınlarga, yetimlerge, miskinlerge, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondagi hamrohga, ya'ni safardoshga, saboqdoshga, musofirga, qo'lastonlardagi qo'l cho'rilarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki Allah mutakabbir, maqtanchoqni yoqtirmaydi. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Ular, yani mutakabbirlar, maqtanchoqlar bexillik qiladi. Kishilarning bexillikka buyuradi. Allah ularga o'z fazlidan bergan narsalarni, ya'ni pul, molni va Muhammad alayhisalomning Tavratdagi sifatini yo'shirdi. Allohning ne'matini inkor qilguvchilarga xo'rlig'uvchi azobni tayyorladik. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Ular mallarını kişilerge ko'rsatish uchun sarf qiladi. Ular Allohga ishonmaydi, oxirat kuniga ishonmaydi. Kimki o'ziga shaytonni hamroh qiladi ekan, u shaytonning buyrug'i bo'yicha ish qiladi. Shayton nima degan yomon hamroh? وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Agar ular Allohga, oxirat kuniga ishonsa va Alloh o'zlariga bergan moldan sarf qilsa, ularga nima ziyni bo'ladi? Alloh ularni obdan biladi. Qilmishi qarab jazolaydi. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Allah haqiqatan zarichi zulm qilmaydi. Agar kishining zarichi yaxshiligi bo'lsa, Allah uni aslab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Biz her bir ümmetten bir guvahçını keltirgen ve ey Muhammed seni bularga yani ümmetin içindeki imansızlarga ve günahkarlarga guvahçı kılıp keltirgen çığımızda ularning hali qandaq buludu? يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Kapırlar ve peygamberlerge asilik kılganlar o günde ular kıyametin dehşetini görgenlikten yer bilen tüptüz kılıp itilişini yani yerge kömülüp tuprağa aylanıp gitişini arzu kılıdı. Ularning hamma azası guvah bulganlıktan Allah'tan hiçbir sözünü yoşuralmaydı. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ey müminler, sizler mest bolsanglar, nemi davat qılınlarını bilgininglargacha junub bolsanglar, yol üstüde bolganlar buningdan mustasno. G'usl qilmoqcha namozga yiqinlashmanglar. Agar kesal, ya'ni kesalga suv ziyon qiladigan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lsanglar, yoki hojat qilsanglar, yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar, mushundaq ahvol ostida suv topolmasanglar, pok tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Alloh haqiqatan afu qilg'uchidir, mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh bandalarga haraj bo'lmasligi uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Ey Muhammed, kitaptan, yani Tevrat'tan nisive berilgen kişiler, yani Yahudi mollalarının gumrahlıqını setip alğanlığını ve sizlerinin doğru yoldan izişinlerini halaydıganlığını görmedin mi? والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Allah sizlerinin düşmanlarını obdan bilidu. Allah sizlerini saqlashqa yeterlikdir ve sizlerge medatkar buluşqa yeterlikdir. Yani sizlerini Yahudilarning mikirden saqlashqa Allah kupayidir. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartiradiganlar mı var? Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik, bizga quloq sol, biz sana quloq solmaymiz deydi. Dinga ta'ni qilish yuzidan ra'ina degan so'zni tillarini agri qilib aytidi. Agar ular yuqorqi so'zlarining o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida texmi yaxshi, texmi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sabablik Allah ularni rahmetidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Ey kitap berilgenler, yani Yahudiler, biz nurgun yüzlerini özgertip arkısı kılıp koyuşumuzdan, yani yüzdeki burun, köz, qash qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib etib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan ilgari yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiq qiladigan, biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Bo'lmasa yuqorqi ikki baloning biriga uchraysizlar. Allohning hukmi ijro qilinadi. Yani Allah birer işqa əmr qılsa, o iş çoxum bolmay qalmaydı.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Allah haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltirdikan, cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Özlerini pak deb qaraydiganlar, ya'ni özlerini taqvodorlik bilan madhiylaydiganlarni ko'rmidingmi? Undaq emas, ya'ni ish ularning degindek emas. Alloh xohlagan bandasini pak qiladi, ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Unzur kayfa yaftaruna ala Allahil kadiba wa kafa bihi isman mubina. Ey Muhammed, ularning Allohga tuhmat chaqlayotganligiga qarag'in. Bu op-ochiq gunohdir. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Kitaptan nesibe berilganlar, yani Yahudlarni ko'rmidingmi? Ular butqa va shaytonga ishinidu. Kofirlarni ko'rsatib, bular yani Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarnikidan texmi to'g'ridir, deydi. Ulaika allazina la'anahumulloh wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Ani shular Alloh rahmatidan yiroq qilgan kishilardir. Allah kimni rahmatidan yiroq qiladi ekan, uningga Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor topolmaysan. Am lahum nasibun minal mulki fa idan la yu'tuna an-nasa naqira. Yoki ularning podshohlikdan nasibisi bormi? Hech qanday nasibisi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Yoki ular Allah öz fazlidan kishilarga bergan narsaga, yani Muhammed aleyhisselam'a berilgen peygamberlikке hasad qilishimdi. Biz haqiqatan İbrahim avlodiga kitap, hikmet berdik ve ularga büyük padişahlık berdik. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Ular yani Yahudlarning ichida uningga yani Muhammed aleyhisselam'a iman etqanlarmı var? Onundan yüz örgenlermi var? Ularning kufriga jazo berish yüzsidan cehennemning yenib turgan oti yeterlikdir. İnnellezîne keferû biâyâtinâ sevfe nuslîhim nâran kullemâ nadicet culûduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Şübihisiz ki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zax kirgizimiz. Ularning terileri pishib tugigan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yengishlaymiz. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pok juftilar bo'ladi. Ularni jannatning mangulik soyasiga dahil qilamiz. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Şübhəsizki Allah sizlərni amanətlərini igisiga qaytarışqa, kişilər arasında hüküm qılğanda adil hüküm qilishqa buyuruydu. Allah sizlərə nəsihət qılğan işlər nimidige yaxşı. Allah haqiqatan sözünlərni anlab turğucudur. İşinlərni görüb turğucudur. Ya eyyuhellezine amanu ati'u Allah ve ati'ur Rasul ve ulil emri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ey müminler! Allah'a, peygamberge ve üzanlardan bolgan iş üstüdikilerge itaat kılınlar. Eğer sizler bir şeyde ixtilaf kılışıp kalsanlar, bu doğruda Allah'a ve peygamberge müracaat kılınlar. Eğer sizler Allah'a ve ahiret günüge hakiki işindiğen bolsanlar, bu yani Allah'ın kitabıga ve peygamberinin sünnetige müracaat kılış sizler üçün faydalıktır. Netice itibarı bilen güzeldir. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Sana nazil kılıngan kitapka, yani Kur'an'a ve senden burun nazil kılıngan kitaplarga, yani Tevrat'a ve İncil'a iman keltirdik davalgan kişiler, yani münafıklarını görmedin mi? Ular erzini şeytanın aldığa ilip barmakçı buluvatıdı. Halbuki ular şeytanı inkar qilishga buyurilgan. Şeytan ularni cho'nqur ozdurishni xohlaydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Ular yani münafıklarga Allah nazil qilgan kitap tarafga va payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, münafıklarning senden qattiq yüz örgenlikini görsen. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Qilmishlari tüpeylden öz beşiga birer musibet kelgen çağda senin aldığını kelip Allah bilen qasam qılgan alda biz faqat yaxşılık ve yarışışınla irade qılgan edik deganlarning hali qandaq boludu? أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Ani şular yani münafıklar yalgan etidu. Allah ularning dillerdikini yani münafıklıkni mikrini bilidu. Ulardan yüz örgün. Ularga nasihat qilgin, ularga ta'sirlik so'zlarni qilgin. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Biz har qanday payg'ambarni faqat itoat qilinish uchunla avatdiq. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda, sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmi ular uchun mag'firat tilasa edi. Albatta, ular Allohni kechirim qilguvchi va nihoyat mehribon topatdi. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ey Muhammed, Parvardigoring bilan qasamki, ular ya'ni munofiqlar o'z orasidagi datalashqa, seni hukm chiqarishga taklif qilmoqcha, ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsa-mu, yo'qolmoqcha va ular butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek og'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. O çağda dergahimizden ularga elbette büyük ecir, yani cennet ata kılattık. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Ularni elbette doğru yolga hidayet kılattık. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Kimlerki Allah'a ve peygamberge itaat kılıdiken, ular ahirette Allah'ın nimetiga erişken peygamberler, sıddıklar, yani yuqur dereceli peygamberler ve şehitler ve yaxşılar bilen birli boludu. Ular nemi degen yaxşı emrahlar? Zâlikel fadlu minallah ve kefâ billahi alîmâ. Bu pezil Allah tarafıdandır. Allah pezil ihsanga tegishlik bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Ya eyyuhallazina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Ey müminler, düşmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik olib turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. Şübhisiz ki aranglarda urushga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat, ya'ni mag'lubiyat yoki qirg'inlik kelsa, u munofiq Alloh menga haqiqatan marhamat qildi, chunki men ular bilan urushda birga bo'lmadim. Bo'lmasa o'ltirilganlar qatorida o'ltirilgan bo'lardim, deydi.
وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Agar sizlarga Allohning fazli, ya'ni g'alaba va g'animat yetsa, go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdikidek, koshki men urushda ular bilan birga bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nasibiga erishgan bo'latdim deydi. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Dünya tirikçilikini ahiretke tegişidiganlar Allah yolunda cinini, pul milini pida qilib jihad qilsin. Kimki Allah yolunda jihad qilib o'ltirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. Ey müminler, sizlerge nime boldu ki Allah'ның yolunda jihad qilmaysizlar ve dua qilib, ey Parvardigarimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqargin, o'z dargohingdan bizga bir igdorchilik qilg'uvchini muyassar qil, o'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar ve bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Müminler Allah yolunda jihad qılıdı. Kapırlar şeytanның yolunda uruş qılıdı. Şeytanның dostları bilen uruş qılınlar. Sizler ularını yenisizler. Şeytanның tədbiri hakikaten acizdir. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Ey Muhammed, ularga, yani Mekke'de turup uruşni talep kılganlarga, uruştun kolunlarını yığınlar, namaz okunlar, zakat veringlar degan kişilerini görmedin mi? Yani ulardan eceblenmemsen, bularga jihad fariz kılıngan çağda ularning orasidagi bir turkum kishilar düşmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdan betarroq qo'rqidi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihadni fariz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ltirilmasak bo'lmasmidi? dedi. Ey Muhammad, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allah'tan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amalinglarning savobi kemaytilmaydi. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة
وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi, agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikka erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmat kuchirsa, bu sendan, ya'ni sening ditinga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. Bu qavmga nima bo'ldikin, ular hech bir so'zni, ya'ni hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligini tushunmaydi. Ma asabaka min hasanatin famin Alloh va ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Ey inson, sana yetken yaxshilik, merhamet qilish yüzüdün Allah tarafidandır. Sana yetken yamanlık, qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammed, seni biz bütün insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Allah yetarlikdir. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Kimki payg'ambarga itoat qiladigan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar Allohning amrini yetkazadi. Kimki ey Muhammad sendan yuz o'riydigan, bilginki biz seni ularga kuzatchi, ya'ni ularning amallarini kuzatib, amallariga qarab hisob olg'uch qilib avatmidik. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Ular yani munofiqlar amringa itoat qildik deydi. Sening yiningdan chiqib ketgan chaqda ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartib etadi. Ya'ni amringa xiloflik qiladi. Alloh ularning o'zgarganliklarini xotirlab turdi. Ya'ni farishtalarni ularning amallarini yezishga buyurdi. Sen ulardan yuz o'rigin, ya'ni kechirgin. Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qilguvchiga Allohning homiligi yetarlikdir. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ular Qur'on ustida fikr yurgizmamdi. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Müminlerge ait amallıqның yoki qo'rqinishning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqitadi. Agar uni payg'ambarga va ular, ya'ni mu'minlarning ichidagi ish ustidagilarga ma'lum qilsa, shu xabarni chiqarguvchilar uni, ya'ni shu xabarning haqiqiy ahvolini ulardan albatta bilib oladi. Ey mu'minlar, agar sizlarga Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlarning ozg'ina kishidan boshqanglar albatta shaytonga ergishib ketadinglar. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك
وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Ey Muhammed, Allah'ның yolida jihad qilgin. Yani o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mo'minlarni jihadga qiziqtirgin. Allohning kofirlar kuchini to'sidiganligimi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Kimki kişiler arasında yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nisibisi bo'ladi. Kimki bir yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nisibisi bo'ladi. Alloh hamma ishga qodirdir. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu danglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalom danglar. Allah haqiqatan hamma narsadan, ya'ni bandalarning cho'ng kichik ishlaridan hisob olguchidir. Allohu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah'tan başqa hiç ma'bud barhaq yo'qdir. Allah sheksiz bo'lgan qiyomat kunida sizlarni hisob elish uchun mahshargohga jazman yig'di. Allohdanmi to'g'ri so'zli kim bor? Ya'ni so'zida, va'disida Allohdanmi sodiq hech kim yo'q. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Ey müminler! Sizler nemişqa munafiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar. Alloh ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Alloh ozdirgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar? Kimniki Alloh gumroh qiladi ekan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib bera olmaysan. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ular sizlarning o'zlaridek kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Alloh yo'lida hijrat qilmoqcha, ya'ni hijrat qilish orqali iymonni isbot qilmoqcha ularni do'st tutmanglar. Agar ular Alloh yo'lida hijrat qilishdan yuz o'rsa, ularni qayerda topsanglar shu yerda tutib o'ltiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahdi bo'lgan bir qavmga seg'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafma emas, o'z qavmi tarafma emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundaqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Alloh xolisa, ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushatdi. Ya'ni Alloh ularni kuchli qilib sizlarga qarshi urush qilishga jur'atli qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga chiqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Alloh sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. İmanını izhar qilish bilan sizlardanmi omonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrini izhor qilish bilan o'z qavmidanmi omonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortidi. Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir edinglar, tutib o'ldiringlar. Ularning xiyonati sababli sizlarga ularga qarshi, ya'ni ularni asir ilishga, o'ldirishga ro'shan pakt ato qildik. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Mümin adamni sevenlik bilen emas, kasten öldürse hiç duruş emas. Kim ki birer müminni sevenlik bilen öldürüp koyudiken, o bir mümin kulunu azat kılışı ve öldürülgücünün varısıga diyet tölüşü gerek. Ular, yani öldürülgücünün varisleri diyetni keçirim kılsa, şunun bilen katil onu tölümüse hiç bak yok. Agar o'ldirilguchi mo'min sizlarga dushman, kuffar qavmidan bo'lsa, bu chaqda o'ldirib qo'yg'uchi bir nafar mo'min qulni ozod qilishi lozim. Diyet kelmaydi. Chunki o'ldirilguchining egisi musulmon bo'lmag'achqa uningga varis bo'lmaydi. Agar o'ldirilguchi oranglarda muahida bo'lgan kuffar qavmidan bo'lsa, uning varislariga diyet to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Azat qiladigan qul topolmagan odam, ya'ni qul azat qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun uzildirmay 2 oy ro'za tutishi lozim. Alloh hammani bilib turg'uchi, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
Kimki bir mo'minni qasddan o'ltirdikan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Allah onunğa oxiratda qattiq azob tayyorlaydi. Ya eyyuhellezina amanu idza darabtum fi sabilillahi فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ey müminler, Allah yoluna, yani gazatqa atlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Yani mümin yoki kofirlikka iniq bo'lguncha o'ltirishga oldirab ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab sen mümin emassan demanglar. Yani ölüşten korkup salam berdin deb onu öldürüp etmenglar. Allah'ın dergahida mundaqlarını öldürüşten sizlerini bihacet kılıdığan nurgun ganimetler, yani savap var. İlgiri sizler mu ani şundaq kafir idinlar. Keyin Allah sizlerge imanını iltifat kıldı. Ularını özanlarga seliştirip hakikatlab iş kılanglar. Allah sizlerinin kılmışınlardan haberdardır. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Müminlerden özürsiz, ama, tokur, keselge okşaş özürsi barlar bunundan müstesna. Cihatqa çıkmağanlar Allah yolunda mallarını, canlarını tikip cihat kılgıçılar bilen beraber bolmaydı. Allah mallarını, canlarını tikip cihat kılgıçılarını cihatqa çıkmağanlardan bir derece üstün kıldı. Bu iki xil kişiler, yani özürisi bulup cihatqa çıkalmağanlar ve cihatqa çıkıcılarının hemmisiga Allah cennetini vədi qıldı. Allah cihat qılğıçılarga büyük ecir ata qılıp, ularını özürsiz turup cihatqa çıkmağanlardan artıq qıldı. Deracatin minhu ve mağfiratan ve rahmeh ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah ularga belen mertebeler, mağfiret ve rahmet ata qıldı. Allah mağfiret kılgıcıdır, nahayet mehribandır. İnnellezîne tevaffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim qâlû fîme kuntum qâlû kunnâ mustad'afîne fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Özlerge zulüm kılgıçılar, yani hicretini tahrik etip kuffarlar bilen birli turgıçılarının canları perişler tarafından ilindiğin çağda Perişler ulardan, dininglarning ishida qaysi holatda edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinni barpo qilishdan bo'za qilingan edik, deydi. Perişler hijrat qilsanglar Allohning zamini kengri emasmidi, deydi. Ana shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nimdiga yomon joy. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Fakat erlerden, ayallardan, balalardan çağırsız kalgan, yani hicret kılışka çağır tapalmagan, yol bilmeydiğen acizler bunundan müstesna. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Ani shularni Alloh afu qilg'ay. Alloh nihoyat afu qilg'uchidir, nihoyat mag'firat qilg'uchidir. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Kimki Allah yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimki uydan Allohning va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir va nihoyat mehribondir. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ltirib etishdan yonmaydi. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Ey Muhammed, sen müminler bilen cihatta birli bulup, ular bilen namaz okumakçı bolğununda, ularning bir firqisi sen bilen birlikte namazga tursun. Qorallarını ihtiyat yüzsüzün yinida tutsun. Secdegi berip bolğandikin ular arqanlarga ötüp tursun. Yani namaz okup bolğan firqa arqanlarda küzetçilik qilib tursun. Ularning o'rniga namaz okumagan ikinci bir firqa kelip sen bilen birlikte, yani arqanlı namaz okusun. Düşmanlardan ihtiyatçanlık bilen hoşyar tursun. Düşmanları bilen urushga tayyor turush yuzsidan qorallarini yinida tutsun. Kofirlar sizlarning qorallaringlardan, ashiyolaringlardan g'aflat qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdilla tuyuqsizdan hujum qilishni orzu qiladi. Ya'ni düşmanlarning sizlarga hujum qilish fursatiga ega bo'la olmasligi uchun hammanglar birli vaqtda yig'ilib namoz o'qimay, yuqorqi usul bo'yicha o'qinglar. Agar sizlarga yomg'ir sababli haraj bo'ladigan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qorallaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va hoshyor bo'linglar. Alloh haqiqatan kofirlar uchun xo'r qilg'uchi azob tayyorladi. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Namazdan fariq bo'lguninglarda o'rturgan, o'lturgan va yotgan holatlaringlarda Allohni yod etinglar. Alloh sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam berishi mumkin. Xotirjam bo'lgan chig'inglarda namozni butun shartlari bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki, namoz mo'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi.
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Düşmanның arkasından qoğlashqa susluq qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmı xuddi sizlarga o'xshash qiynaladi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilisizlar. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma baynan nasi bima araka Allah ولا تكن للخائنين خصيما. Ey Muhammed, senin kişiler arasında Allah'ın körsetkini boyunca hüküm kılsın dep sana hakikaten hak kitabını nazil kıldık. Hainlarının tarafını almagın. Vestağfirillaha innallaha kana gafurar rahima. Allah'tan mağfiret dilegin. Allah hakikaten naayeti mağfiret kılgıcıdır, naayeti mihribandır. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. Günah kılış bilen özlerine hıyanet kılgıçlarının tarafını almagın. Hıyanetke adetlengen, günahka çömgen kişini Allah hakikaten dost tutmaydı. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Ular cinayetlerini insanlardan hicil bulup yoşurudu. Allah'tan hicil bulup yoşurmaydı. Ular Allah razı bolmaydigan sözünü, yani bökten çaplaş, yalgan guvahlık beriş ve yalgan qasamni planlagan çağda Allah ular bilen birli idi. Yani ularning ahvalini bilib turatdi, sözünü anlap turatdi. Ularning qilmishlarini Allah tamamen bilguchidir. Ha antum haulai jadaltum anhum fil hayatid dunya جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Sizler şundak kişilersizler ki hayati dünyada ularının yani oğri ve hainlarının terpini aldınlar. Kıyamet günü kim Allah'a karşı ularının terpini alıdı, yani Allah'ın azabını kim ulardan deb'i kılıdı, yoki kim ularga hami boludu? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Kimki birer yamanlık yoki o'ziga birer zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilguvchi, nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Kimki qasdan birer günah qilsa, uni o'zining ziyniga qiladi. Yani onun vabalını özü tartıdı. Allah hammini bilguchidir, hikmet bilen iş qilguchidir. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Kimki bir kichik günah yoki bir cho'ng günah qilib qo'yib, uni begunah odamga choplasa, u shu bo'xtonni va o'p-o'choq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك
طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Ey Muhammed, agar sana Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qim seni ozdirishni qasdlaydi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi. Sana qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni sunnatni nozil qildi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarni bildirdi. Allohning sana fazli cho'ngdir. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Ularning yo'shirin so'kbitining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga va yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yo'shirin so'kbiti buningdan mustasno. Kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yo'sidan qiladigan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Kimki o'ziga mo'jizlar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mo'minlarning yo'lidan g'ayriga ergishadi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nimdiga yomon joy. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Allah o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltirdi ekan, u haqiqatan qattiq ozg'on bo'ladi. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Ular, yani müşrikler, Allah'ını koyup fakat özleri kişi namlar bilen atıp algan butlarga ibadet kılıdı. Fakat Allah'ın ibadetinden baş tartkan şeytanga ibadet kılıdı. La'anahullah ve qâle le'ettekhidenne min ibadike nasiben mefruda. Allah şeytanını rahmetinden yirak kıldı. Şeytan etti. Ben elbette senin bendelerinden muayyen sandıklarını igelleymen. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Şundaqla çoqum ularni azdırman, ularni xam xiyal qıldırman. Yani hayat uzun, qiyomat, hesap ilish yo'q degandek batıl aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni çoqum chahar paylarning butlarga nazra qilib belgi uchun quloqlarini yerishga buyuruyman. Ularni cho'qim Allohning mahluqotini o'zgartirib etishga, ya'ni qullarni oqti qilish, ularga man o'ydirishga o'xshash ishlarga buyuruyman. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutar ekan, u dunyo va oxiratda o'p-o'choq ziyon tatgan bo'ladi.
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xom xiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topolmaydi. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlarını ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatga kirgizimiz. Ular jannatda mangu qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdanmi rost so'zlik kim bor? Ya'ni Allohdanmi rost so'zlik hech ahadi bo'lmaydi. Laysa bi amaniyikum wa la amani ahlil kitab. Man ya'mal أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Allah va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlik qiladi ekan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolanadi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Er ayollardan mümin bulup turup yaxşı işlerini qılğanlar cennetke daxil boludu. Ularga qilchi zulm qilinmaydi. Yani ularning qilgan amallarining savobi qilchi kemaytirilmaydi. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Yaxşı əməllərini qılğan halda özünü Allahqa tapşırğan, yani Allah'ın əmriga boysunup əməlini xalis Allah üçün qılğan, batıl dinlardan buralğan halda İbrahimning diniga əgəşkən kişidin dini cəhətdə yaxşıraq adam barmı? Allah İbrahimni dost tutdu. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Osmanlardaki, zimindeki şeylerinin hemisi Allah'nındır. Yani Allah'nın mülküdür, bendeleridir, mahlukatlarıdır. Allah hemin nersin toluk bilgücüdür. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Ey Muhammed, senden ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Alloh sizlarga fatvo beradi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarning mirosiga oid oyatlarni fatvo beradi. Shundaq yetimlar to'g'risida fatvo berdi-ki, ularning tayin qilingan mirosini bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliklaringizga fatvo beradi.
bo'zaq qilingan bolalarning haqqini berishinglar va yetimlarga haqqoniy bo'lishinglar haqida fatvo berdi. Ayollarga va yetimlarga qandoqla yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Alloh uni bilib turadi. Ya'ni shuning asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andisha qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish uzilishib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik singib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh sizlarni mukofotlaydi. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Qancha tirishsanglarmi ayollaringlarga muhabbatda va dilning moyillig'ida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'la olmaysizlar. Shuning uchun birsiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bordakmi emas, yo'qdakmi emas, isib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Agar ikkisi üzlüşüp ketsa, Alloh o'z fazli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Allohning fazli kengdir, hikmat bilan ish qilguchidir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Osmanlardaki ve zimindeki şeyler Allah'nındır. Yani Allah'ның mülküdür, məxluqatıdır. Sizlerden ilgiri kitap verilgenlerge, yani Yahudiler ve Nasaralarga ve sizlerge Allah'a takvadarlık kılışını tavsiye kıldık. Eğer kafir bolsanlar, küfrünlar Allah'a ziyan yetküzelmeydi. Osmanlardaki ve zimindeki şeyler Allah'ның mülküdür, məxluqatıdır. Allah məxluqatın bihacettir, medihige layıktır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا. Asmanlardaki ve zimindeki şeyler Allah'nındır. Yani Allah'ның mülküdür, məxluqatıdır. Həmmə işini başquruşqa Allah yeterliktir. İn yeşə yudhibukum eyyuhan-nas ve ya'ti bi-akharin. Ve kana Allahu ala zalika qadira. Ey insanlar, eğer Allah halisa sizlarni yo'q qilib o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Allah bunun qodirdir. Men kana yuridu thawabad-dunya fa'indallohi thawabud-dunya wal-akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Kimki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydi ekan, uningga aytib qo'yginki, dunyo va oxiratning ne'mati Allah'ның dergahididir. Bende öz perverdigaridan dünya ve ahiretning nimetini tilesin. Allah bendelerinin sözlerini anlap turgucudur. Bendelerinin amellerini görüp turgucudur. Ya
أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ey müminler! Xudolik uchun guvohlik berishda o'zinglarning yoki ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdimi adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa uningga rioya qilmasdan yoki fiqir bo'lsa uningga ich og'ritmasdan hamon odil guvoh bo'linglar. Alloh sizlardan ularga yaqindir. Ya'ni ularning manfaatining nimada bo'ladiganligini obdan biladi. Nafs xohishinglarga ergishib haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burmilsanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, mundaqda Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turguchidir. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ey müminler! Allah'a, Allah'ның paygamberiga ve Allah onunla nazil kılgan kitapqa, yani Kur'an'a ve ilgiri Allah nazil kılgan kitaplarga, yani Kur'an'dan ilgiri nazil kılıngan samavi kitaplarga iman keltiringlar. Kimki Allah'ni, Allah'ның periştelerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar kılıdiken, o qattiq azgan boludu. İnnellezîne âmenû thumme keferû thumme âmenû thumme keferû thumme ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. İman etkan, andın kafir bolgan, andın iman etkan, andın kafir bolgan, andın küfürde azveyligen, yani şu küfrü bilen ölgen kişilerini Allah mağfiret kılmaydı ve onlarını doğru yolga, yani cennetke yeteklemeydi. Beşşiril münafikîne bi enne lehum azâben elîmâ. Ey Muhammed, münafıklarga bişaret bergin ki, ular qattiq azapqa duchor boludu. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Ular müminlerini koyup kafirlerini dost tutudu. Ular kafirlerinin qişidin izzet ve kudret talep kılamdu. Yani kuffarlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. Izzat va qudratning hammasi Allohga xosdir. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah kitapta, yani Kur'an'da sizlerge nazil kıldı ki, sizler Allah'ın ayetlerinin inkar kılınıvatkan
va masxir qilinayotganligini anglagan chig'inglarda ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxir qilayotgan kofirlar boshqa parangga kirishmagicha ular bilan billa o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolsizlar. Allah haqiqatan munofiqlarning va kofirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Ular, yani munofiqlar sizlarga hadis kelishni kutadi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik, kofirlardan olgan g'animatlardan bizga beringlar deydi. Agar kofirlar zafar topsa, ular kofirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ltirmadik emasmi? Sizlarni mo'minlardan saqlamadikmi deydi. Alloh qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqaradi. Allah kafirlarga hergiz müminlerge karşı yol vermeydi. İnnel munafiqine yukhadi'un Allah ve huve khadi'uhum ve izâ qâmû ilâ's-salâti qâmû kusâlâ yurâ'ûnen nâse ve lâ yezkurûnallâhe illâ qalîlâ. Şübihisiz ki munofiqlar Allah'ını aldamoqchi bo'lishidi. Allah ularning aldamchiligiga yarasha jazo berdi. Ular namoz uchun turganda xo'shyoqmaslik bilan turdi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozg'ina yod etadi. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Munofiqlar kufri bilan iymon orasida orsalda bo'lib turdi. Ne ularga ne bularga mensup emas. Yani müminlergimi, kafirlargimi mensup emas. Kimni Allah gumroh qiladigan, uningga hergizmi to'g'ri yo'l topolmaysan. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. İyi müminler, müminlerini dost tutuşunu koyup kafirlerini dost tutmanglar. Sizlerinin ziyninglarga, yani münafık ikenlikinlarga Allah'ın roşan paketi boluşunu halamsizler. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Münafıklar çokum dozaqның en astınqı qavetige, yani qairiga taşlanıdı. Ularga hergizmi azaptan qutquzadigan medetkar tapalmaysan. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Fakat münafıklıktan tövbe kılgan, amellerini düzeltken, Allah'ın kitabıga çın yipişkan, dinni Allah üçün halis kılgan, yani qilgan amalidan faqat Allohning rozig'ini ko'zlagan kishilar buningdan mustasno. Ani shular mo'minlar bilan, ya'ni ularning qatorida turdi. Alloh mo'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Alloh sizlarga azob qilib nima qiladi? Alloh shukr qilguvchini mukofotlovchidir, hammani bilguchidir. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Zulmga uchurg'uchidan boshqa har qanday kishining oshkora yomon so'z qilishini Alloh yoqtirmaydi. Zulmga uchurg'uchining zolimdan shikoyat qilishiga va uningga duoibat qilishiga bo'ladi. Alloh zulmga uchurg'uchining duosini anglag'uchidir, zolimni bilguchidir. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Sizlar oshkora yoki yo'shirin bir yaxshilikni qilsanglar yoki biror yomonlikni kechirsanlar savob topsizlar. Shubhisizki Alloh afu qilg'uchidir, qudratlidir. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Şübhisizki Allah'ni ve onun peygamberlerini inkar kılganlar, Allah bilen onun peygamberlerinin arasını, Allah'a işinip peygamberlerine işenmeyimiz, deyiş bilen acırtıp etmekçi bolganlar, peygamberlerinin bazısıge işinimiz, bazısıge işenmeyimiz digüçiler, onun yani iman bilen küfürünün arasında otturu yol tutmakçı bolganlar. Ulaika humul kafirun haqqa. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Ani şular imanını dava kılgan takdirdimi rastlı kapırlardır. Kapırlarga horluğucu azap tayarladık. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etkan, ulardan hiçbirinin arasını acırtıp etmegen, yani hemmesine iman etkan kişilerge Allah ularının tegişlik ecrini ata kılıdı. Allah nâhayet mağfiret kılgıcıdır, nâhayet mehribandır. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. Ehli kitap yani Yahudiler ve Nasaralar senden özlerge osmandan bir kitap çürüşünü soraydı. Ular Musa'dan bunundan mı çoğrağını sorap bizge Allah'ını ap-aşkarı kösetkin diyen idi. Şunun bilen ularının zulmü sebeplik ularını çakmak soktu. Yani osmandan bir ot gelip ularını halak kıldı. Ular roşen mücizler kelgenden keyin Mozayni ma'bud qilib oldi. Keyin biz ularni afu qildik. Biz Musaga uning rost payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizlardan ro'shan pokit ato qildik. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Tavrat şeriatini qabul qilmaganliklari sababli ulardan ahd olmoq uchun ustiga to'rt tig'ini tiklab qo'ydik. Ularga Baytul Muqaddas darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar dedik. Hamda ularga shanbining hurmatini saqlanglar, ya'ni shanbida beliq tutish bilan haddinglardan oshmanglar dedik.
Ulardan bu haqda mahkam va'da oldik. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ular ahdini buzganlıkları, yani Allah'ın ayetlerini inkar kılganlıkları, peygamberlerini naaq öldürgenlikleri ve Muhammed aleyhisselam'a dillerimiz perdelengen, yani sözünü düşenmeydi degenlikleri üçün ularga lanet kıldık. Belki Allah ularının küfrü sebebidin dillerini peçetlevetti. Şoňa ularning azgınısından başkası iman etmeydi. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Yana ularning küfri, yani İsa aleyhisselamni inkar kılganlıkları üçün ve Meryem'ge çoğ böhtan çaplaganlıkları üçün ularga lanet kıldık. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Yana Allah'ın Resulü İsa ibn Meryem'ni hakikaten öldürdük diyenlikleri üçün ularga lanet kıldık. Vahalenki ularning İsa'ni öldürgenimi yok, darga asqınımı yok. Velikin ularga şübhe silindi. İsa'ni astık deb guman qılıp İsa aleyhisselamga oxşap qalgan başqa birsini astı. İsa toğrusida ixtilaf qilishqanlar hakikaten onun öldürülgenligi meselesida şübhididir. Ular bu işning haqiqatini bilmaydi. Gumongla asoslanadi. Ular İsa'ni jazman öldürmedi. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Belki Allah onu öz tarafiga ko'tirdi. Yani İsa aleyhisselamni Allah ularning sharridan qutuldirib, tirik holda osmonga ilib chiqib ketdi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Ehli kitaptın, yani Yahudilar ve Nasaralardan her qanday can üzüş aldıda onunğa, yani İsa'nın haq peygamberligi ve Allah'ın bendisi ekanligiga iman etidi. İsa kıyamet günü ular Yahudilarning İsa'ni darga astık degan davasının ve Nasaralarning İsa Allah'ның oğlu degan davasının yalğanlığına guvoh boludu. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Yahudilarning qilgan haqsızlıkları, yani zulmi ve qilgan günahları nurgun kişilerini Allah'ның yoludan, yani Allah'ның diniga kirishdan tosqanlıkları, çeklengen cazanını alganlıkları ve kişilerinin pul mallarını naaq yeganlikleri üçün ularga ilgiri halal kılıngan pakiz nerslerini haram kıldık. Ularning ichidan kafir bo'lganlarga qattiq azob hazırladık. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Ularning ichidagi bilimi cho'nqur bo'lganlarga, sana nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, sendan ilgari o'tgan payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon etadigan mo'minlarga,
namozni o'tiguchilarga, zakot berguchilarga, Allohga va oxirat kuniga iymon etquchilarga jannatda mangu qilishdan iborat katta ajr ato qilamiz. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dihi wa awhayna ila إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Ey Muhammed, biz Nuhqa va uningdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek haqiqatan sana vahiy qildik. Hamda Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubqa, Yaqubning avlodlariga, Isoga, Ayyubqa, Yunusqa, Harunga, Sulaymonga vahiy qildik. Davudga zaburni ato qildik. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Biz nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasida ilgari ey Muhammad, sana bayon qilganlarimizmi bor, sana bayon qilmaganlarimizmi bor. Alloh Musoga bevosita so'z qildi. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etatdim va itoat qilatdim deguchilarga bahona bo'lib qolmaslik uchun itoat qilguvchilarga jannat bilan xush xabar berguchi, osiylik qilguvchilarni do'zaxdan ogohlantirguchi payg'ambarlarni avatdik. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilguvchidir. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Yahudilar ve Nasaralar senin peygamberlikinge guvahlık vermese gunahi özüge. Lekin Allah sana nazil kılgan Kur'an arkalık peygamberlikinge guvahlık berdi. Allah Kur'an'ni başkalar bilmeydiğen özüge has ilmi bilen nazil kıldı. Periştiler mi Allah sana nazil kılgan Kur'an'a ve peygamberlikinge guvahlık berdi. Başkalar guvahlık vermegende mi Allah'ın guvahlığı yeterliktir. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. Şübihisiz ki kafir bolğanlar ve kişilerini Allah'ın yolundan tosqanlar hakikaten qattiq azdı. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. Şübihisiz ki kafir bolğanlar ve zulüm qılğanlarını Allah mağfiret qılmaydı. Doğru yolğumu, yani cennetning yolğumu başlamaydı. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Ularni faqat cehennemning yoluğu başlaydı. Ular cehennemde mengü qalıdı. Yani ularni cehennemde mengü qaldırış Allah'a asan iş. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Ey insanlar! Peygamber yani Muhammed aleyhisselam sizlerge perverdigarınlardan hak din ilip geldi. İman etinglar ki bu sizler üçün paydılık. Eğer inkar kılsanlar yani küfürni davamlaştırsanlar Allah sizlerden bihacet. Çünkü asmanlardaki ve zimindeki şeylerinin hemisi Allah'nındır. Yani Allah'ның mahlukatıdır, mülküdür.
Allah bendilerinin ahvalını bilgücüdür. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا. Ey ehli kitap, yani Nasaralar cemaasi, dininlarda adidin aşmanlar, Allah'ın şanige haq sözdün başqıda etmanlar, yani Allah'a şeriki ve balısı buluştun pak deb itiqat qılınlar. Mesih İsa, Meryem'nin oğlu, fakat Allah'ın Resuludur. Sizler guman qılgandek Allah'ın oğlu emasdır. Meryem'ge Allah'ın ilqa qılgan kelimesidir. Yani atının vasıtsız, Allah'ın vücudqa kel degan sözdün yaratılgandır. Allah tarafından kelgen bir ruhtur. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etinglar. Allah, İsa, Meryem'den ibaret üçtür demanglar. Xudo üç deydigan etiqatdan qaytinglar. Bu sizlarga foydaliqdir. Allah fakat bir ilahdır. Balısı buluştun Allah paktur. Osmonlardagi ve zimindagi şeylerning hammasi Allah'ningdir. Yani Allah'ın mülküdür, mahlukatıdır. Allah yeterlik hamidir. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Mesih mu? Allah'a yakın periştiler mi? Allah'a bende buluştun herkes baş tartmaydı. Kimler ki Allah'a bendeçilik kılıştın baş tartıdiken ve körenler gittidiken bilsin ki Allah ularının hemmisini kıyamet günü hesap iliş ve cezalaş için öz dergahıga toplaydı. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذ۪ينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. İman etqan ve yaxşı əməllərini qılğanlarga kelsek, Allah ularning amallarining ajrini to'liq berdi. Ne'matini ularga oshirib berdi. Allohga qulchilik qilishdan bosh tortgan va ko'ranglab ketganlarga kelsak, Alloh ularga qattiq azob qiladi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Ey insanlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan shonliq mo'jizlar bilan kuchlantirilgan Muhammad alayhissalomdan iborat ochiq dalil keldi. Sizlarga ro'shan nurni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Allah'a iman etqan ve onunla, yani Qur'onga çın yepişqanlarga kelsak, Allah ularni öz rahmetiga ve nimetiga, yani cennetiga dahil qiladi ve ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Ey Muhammed, senden ata-onasi balisi yo'q meyitning mirosi to'g'riliq fatvo so'rashidi. Aytqinki, Allah ata-onasi balisi yo'q kishi qoldirgan miros to'g'risida fatvo berdi. Agar bir kishi vafot bo'lsa, balisi bo'lmasa, faqat hamshirisi bo'lsa, u tarakining yerimini oladi. Agar u ayolning balisi bo'lmasa, har bir tuqqani uning varisi bo'ladi. Ya'ni mirosning hammasini oladi. Agar ikki hamshirisi bo'lsa, ular tarakining 3dan 2 hissasini oladi. Agar varislar ham ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga 2 ayolning hissasi beriladi. Adashmasliqlar uchun Alloh sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib berdi. Alloh hamma narsani bilguchidir.